Yar Muhammed Tahir Toğluqның Uyğurlarda Farzand Tərbiyəsi namlıq kitabının davamı. Mikrofon aldıda Nur Jamal. On 4-cü bab Milli ənənə və millətni söyüş tərbiyəsi. Bir millət özünün tarixini yo'qotsa, mədəniyyət tarixini yo'qotsa, ənənəsini unutsa, itaatman qulğa, itaatman mashina odamga aylanib qoldi. Çingiz Aytmatov. Ənənə tərbiyəsi və millətni söyüş tərbiyəsi vəfadarlıq tərbiyəsinin ən mühim bir gövdəsi. Şunu pərzəndlərə berildiğan vəfadarlıq tərbiyəsinin mühim bir məzmunu ənənəni söyüş və millətni söyüş tərbiyəsi egilishi lazım. Pərzəndlərinin özünü düşünüşü, özünü söyüşü, özüge bolğan tələbçilik ruhini aşırışda bu tərbiyenin roli intayın mühim. Çünki özünün ənənəsini və millətini düşünməyən adam hərgiz özünü düşünməydi. Birinci, milli ənənə tərbiyəsi. Yaxşı ənənədən vaz keçsən, yaman təxtirinin quluğa tutulursan, xatirəmdən. Uyğur xalqı mükəmməl, gözəl və parlaq ənənəyə ega millət. Bu ənənə uzaq yıllar davamında Uyğur avlodlarının qimmat qaraşı, etiqadi, estetik əngi, turmuş adətləri, tarixi tərəqqiyatı, mədəniyyəti, dini etiqad arasında barbara mükəmməlləşib bir bütün millətin obrazını gövdələndirdiğən, milletning mavjudligini gavdlantiradigan muhim kategoriyaga aylangan. Uyg'ur xalqi o'zini suydi, hayotlikni suydi, turmushni qadrlaydi, milliy an'anasini hurmat qildi. Xalqimiz shuni nihoyat yaxshi tushunadiki, an'anadan ayrilgan millat sifatida mavjud bo'lib tura olmaydi. An'anadan mahrum bo'lgan millat qip yalang'och, quruq gavdaga aylangan tirik jasadga o'xshaydi. Chunki har qanday bir millatning mavjudlik asosini kafolatlantiradigan eng muhim omillarning biri an'ana. Hozirgi Uyg'ur jamiyatida xalqning o'rtaq bir sadosi va andishisi shuki, hozirgi yoshlarimiz orasida o'zidan yotlishish, g'arb madaniyatiga qarg'ulachi cho'qinish xohishi bir xil umumliq aylanmoqda. Bunday yotlishning ifodalari ideologiya jihatdan ifodalanib qolmasdan balki milliy an'anaga, milliy urf-odatga jang e'lon qilish orqali o'zini ko'rsatadi. Hatto jinsiy erkinlik tashabbuslarimi bir qism nida yoshlarimizni sehriy jadusining asiriga aylantirib olishdan bosh tortmayotidi. Yana bir jihatdan qaraganda qimmat qarshimizda xeyli zo'r o'zgarish bo'layotganligini his qilib turibdimiz. Yana bir jihatdan axloqiy jihatga ijtimoiy kontrollikning tizginligidan bo'shinishga urinib tipirlayotidi. Kishilik munosabatga o'zaro qo'llash, o'zaro yordam berish, ojiz kambag'allarga yoruylik bo'lishdek ilg'or an'anamiz o'rnig'imi shaxsiyatchilik, manfaatparastlik, pulga haddidan ortiq cho'qinish, pul yarmaq uchun vijdoniy va imonan bulg'ash qatorliq illatlarga yo'l berdik. Cho'nglarni hurmatlaydigan, ommaviy so'rinlarda shirmiy hayoni saqlaydigan, o'zaro siliq sipoya, xushxuy muomala qiladigan bu millatning orasida cho'nglarni pisandga olmaydigan, qo'pol, to'ng, urushayotgandek muomala qilishadigan, bo'lmag'ur tillar bilan bir-biriga haqorat keltiradigan adabsiz yoshlar ko'payib qoldi. Bu xil ahvol millatning o'qimishli ota-onalarini afsuslantirmoqda. Ular hozirgi yoshlar nima bo'lib ketib bordi degandek umidsiz kayfiyatda xursandishmoqda. Yoshlar bo'lsa zamon o'zgardi, davr o'zgardi, hozirgi zamon sizlarning davringlarga o'xshamaydi deb inkos qaytaryotidi. Undada zamon o'zgarsa, davr o'zgarsa, millatda o'zining ilg'or, qimmatli an'anasidan aynish zurriyati tug'ilamdi. Davrning taraqqiyoti millatning o'zidan yotlishiga sabab bo'lamdi. Faqat ruhiy jihatdan zaiflashga yo'l tutgan kishilarla ashundoq aynish, o'zini unutish, qarg'ulachi boshqalarga cho'qinish xohishidan qutulolmaydi. O'ziga bo'lgan ishonch, millatiga bo'lgan yuksak hurmat, o'ziga bo'lgan muhabbat parlagan jo'shqu ruhliq yoshlar ruhini yanglash, o'zini izlash, o'zini qaytadan qurish, an'anasini zamonga yarasha taraqqiy qildirish uchun tirishchilik ko'rsatadiki, hargizmi millatning an'anasiga osiylik qilmaydi. Nadan kishilarla yotlashish, aynishni an'anani taraqqiy qildirish deb tushunadi. Ma'naviy jihatga tushkunlikni erkinlashish deb tushundirdi. Qadrli ota-onalar, biz nima uchun an'ana tarbiyasini vafodorlik tarbiyasining muhim bir mazmun sifatida ko'rgizdik? Buningda munda ikki muhim asos bor. Biri millatning bir butun an'anasi oilani birlik qilish asosida bir butunlikni gavdalantirdi. Faqat bayram va cho'ng marosimlarni hisob olmaganda oilani birlik qilmagan an'ana bir butunlikni yo'qotdi. Shunga jamiyatning muhim hujayirasi bo'lgan oila millatning an'anasini bixlandirdi, ko'kartirdi va uning mavjudligiga kafolatlik qildi. Bu xil bir butunlikda shu oila angliq va angsiz holda bu birlikka qatnashgan bo'lsin, yanala millatning an'anasiga, milliy urf-odatga qo'shgan to'hfasi bo'lib qoldi. Ikkinchi tarafdan an'anaga xiloflik qilish hargizmi millatning umumiy xohishi emas,
balki konkret oila va shaxsning yoki unda yoki mundaq ta'sirini qabul qilishi, munda ta'sirning barbara kengayishi orqali umumlashib qarab yuzlandi. Shunga har bir oila va har bir shaxsning millatning ilg'or an'anasini qo'g'dash, uningga chakal mazmunlarni aralashtirmaslik, milliy an'ananing sog'lom simosini bulg'aydigan tarkiblarning eqib kirishini to'sish, cheklash majburiyati bor. Bundan majburiyatning muhim bir tarafi farzandlarni ilg'or milliy an'ana bilan tarbiyalash jihatida ifodalansa, yana bir tarafdan farzandlarning o'zidan yodlashini cheklash, ularga nasihat qilish orqali ifodalanadi. Bu jihatda ota-onalar ulgu bo'lish orqali ta'sir ko'rsatishi, qarg'ularcha burundan chulik o'tkazilib yetakmaslik kerak. An'ana masalasida ota-onalarning boshlamchilik roli nihoyat muhim. Uyg'ur farzandlari ota-onasini qadrlaydi, oilasini suydi. Farzandlarning qalbidagi ota-onalar obrazini hech qanday kuch bosolmaydi. Shunga mutlaq ko'p sondagi farzandlar ota-onasining nasihatini anglaydi va yetaklashini qabul qildi. Qisman bolalar ota-onalarning yetaklashini, nasihatini qabul qilmay, biz bilan qaring nima? Sening bizni boshqarish huquqing yo'q deb qarsimi? Ko'p sondagi farzandlar unda hurmatsizlikni o'ziga ravo ko'rmaydi. Demak, ota-onalar bilan farzandlar o'tirisidagi bu xil munosabat va mehr-muhabbat ota-onalarning farzandlarini milliy an'anaga hurmat qilish jihatda to'g'ri yo'lga yetaklash uchun yaxshi imkoniyat hozirlagan. Uningdan qolsa o'qituvchilar va jamoat fikri muhim rol o'ynay oladi. Yuqorqidek mas'uliyat va majburiyat bo'lganligi uchun biz farzand tarbiyasidagi har turli mas'uliyat va majburiyatlardan boshqa an'ana tarbiyasi jihatda jiddiy va tarixiy mas'uliyatni yanada qadrlik ota-onalarning ustiga yuklashga haqliqmiz. Bu mas'uliyatchanlikni sizlarning tashabbuskorlik bilan ustunlarga kelishinglarni va uningga farzand tarbiyasining muhim bir mazmuni sifatida jiddiy qarshinglarni umid qilamiz. Buning uchun oldi bilan mundaq bir qancha tarafni bilish va tushunish kerak. Birinchi, an'ana tarbiyasining mazmuni. Bir millatning an'anasi ko'p mazmunliq va ko'p qatlamliq bo'ldi. Odam tug'ilishidan tortib toki o'lguchi bo'lgan hayotlik safarida millatning har bir a'zosi shu millatning bir butun an'ana kategoriyasi ichida yashaydi. Unda bo'lsa an'ana degan nima? Millatning an'anasi deganda shu millatni tashkil qilgan umumiy jamiyat a'zolarining azaldan davomlashib kelayotgan turmush odatlari va yashash odatlarining umumiy yig'indisini ko'rsatadi. An'ana degan uqum mazmun jihatda keng va tor ma'noda qo'llanadi. Keng ma'nodagi an'ana shu millatning qiliblashgan turmush odatlari, diniy e'tiqodi, hayit bayram marosimlari, o'ltirib qo'pish, kishilik munosabat qoidalari, to'y-tukun, o'lim yetim odatlari, kiyim-kechak, yemak-ichmak odatlari, uy saramjonlashtirish qoidalari, salomlashish odatlari, shundaqla millatning ma'naviy qiyofadagi qimmat qarashi, estetik qarashi, axloqiy o'lchamlari, baxt saodat jihatdagi talablari, milliy xoslik va xarakteri qatorliqlarning bir butun qo'shilmasiga qaratildi. Tor ma'nodagi an'ana deganda asosan milliy urf-odatga yotadigan kishilik turmush odatlari nazarda tutildi. Ikkinchi, farzandlarni yetaklash va tarbiyalash talablari. Ota-onalar boshlamchi bo'lib, eng oddiy turmush odatlaridan tortib farzandlarning vujudiga singdirish kerak. Buning uchun ishni ularning tili chiqib gap uqidek bo'lgan chaqdan boshlash kerak. Masalan, Uyg'urlarning salomlashish odati Assalomu alaykum. Qiz ayollar bo'lsa assalom deb qo'ydi. Bu bir an'ana. Yaxshimsiz degan salom Uyg'urlarning an'anaviy salomlash odati emas. An'anaviy salomlash odati hargiz diniy tus olgan salom emas. Balki u konkret ma'noga ega salomatlik tilash salomi. Chunki salomatlik har qanday tilaklarning asosi. Salomat bo'lganda muvaffaqiyat bo'ldi, baxt bo'ldi. Tug'ilgan kunini o'tkazish Uyg'urlarning an'anaviy urf-odat emas. Shom o'chirish an'anaga texmi yot. Biroq bu odat umumyuzli qabul qilindi. Uyg'urlarda cho'nglarni hurmatlash, ularni to'rga chiqarish yaxshi an'anasining biri. Biroq hozirgi ozroq amali bor kishilarni mo'ysifat buvaylarning ustiga qo'yish odati shakllanib qoldi. O'zaro yordam berish, o'zaro kuyunish, qo'shni qo'limlarning eg'ir yengil ishlarga yordam qilishda go'zal an'anasi bor edi. Biroq hozir bu an'ananing quyruqini qum bosqil turdi. Men bir kuni bunda bir voqeaga yo'liqib qoldim. Bir gapdan satrash bor edi. U bozordan 2 bog'lam o'tin olgan ekan. U qo'shnisining bolasiga "Ukam, 5 mo biray o'tinni harvonga silib olgin" dedi. Biroq u bola 5 mon oz ko'rdi bo'lg'ay unmadi. Satrash "Bir qo'y biray" dedi. Yanala bo'yin to'lg'adi. Shu chog'da satrash "Hey, mau diqqatlaringni ko'rdingmi? Bir kun kechgacha to'pi to'shib bir qo'y ishlay olmaydi. 2 bog'lam o'tinni bir qo'y uyga olg'ach ket desam unmayotidi" deb to'ldi. Atrofdagi odamlar kulishib ketdi. Bu hol nimani uqtirdi? Hozirgi kishilarning engida pul hammadan qimmatli o'rin o'tdi.
Qulchilik adab ketgan. To'y to'kun, o'lim yetim ishlarida an'anadan yatlashish texmi og'ir. Kiyim-kechak, yurish-turish ishlari texmi o'zimizni yaroqlashib ketdi. Masalan, bir qism Uyg'ur yigitlarini bir qarashda ayolligini bilgil bo'lmaydi. Ular qo'llariga uzuk solgan, bo'yniga zanjir, sochlari murisiga tushgan, kiyimlari qizil-tuzil, parqiroq raqtlar. Uyg'ur qizlari shundoq go'zal, qaddi-qomati chiroyli, ko'zlari buloqdek, sumbuldek sochlari go'zallik ustiga go'zallik qo'shatdi. Endi u soch qaysi madaniyatga putlashdikin, Uyg'ur qizlarga xos sumbul sochlarni ko'rgil bo'lmaydi. Umuman yatlashish texmi og'ir. Bu nimani tushundirdi? Bu hargizmi bizning taraqqiy qilib ketganligimizdan, an'anamiz taraqqiyot yo'limizda putlaqachon bo'lganligidan emas, balki bu bir tarafdan bizdagi an'anani suyish, an'anani qadrlash, angliqligimizning tuvanlab ketganligini uqtirdi. Yana biri bizning nodonligimizni, go'zallikni, haqiqiy qimmatni talash iqtidorimizning tuvanligini ko'rsatdi. Uchinchi tarafdan ota-onalar o'zining yetakchilik yadroliq rolini yo'qotib qo'ygan, an'anaviy tarbiyaga asosan ko'ngil bo'lmagan. Umuman farzandlardagi milliy ruhning ojizlashishi, o'zini bilish, o'zini tunishdan yetarli bo'lmaganligi, ta'lim tarbiyadagi kamchiliklar farzandlari o'zidan yodlashish, an'anaga hurmat qilmaslik, aslarni unutish, boshqalarga qarg'alash, cho'qinish qatorliq yomon xohishlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Eng muhimi farzandlarning an'anaviy qimmat qarashi, an'anaviy go'zallik qarashi yodlash qarab yuzlangan. Uyg'urlarning ilg'or milliy xarakterini gavdalantirib beradigan botirlikni, mardlikni ulug' bilish, vijdonni, g'ururni hammadan a'lo bilish, pokizlikni suyish qatorliq ilg'or ma'naviy an'analarning o'rnini nomardlik, vijdonsizlik, maynatchilik qatorliq illatlar egaligil turdi. Buni qandaqmi madaniylashish, taraqqiyot degil bo'lsin, ota-onalar yuqorqidek ahvollar ustida cho'nqiroq o'ylanishi, mas'uliyatchanlik bilan farzandlarga an'ana tarbiyasini berish uchun belgilik ilmiy asoslarni selish kerak. Nasihatdan namuna. Balam, Uyg'ur xalqi nihoyat ilg'or an'anaga ega millat. Qadimki bo'g'illarimiz yara qadimki tarixiy musofasida turmushni beyitish, hayot faoliyatlarini ma'nilar bilan bezash, o'ziga xos milliy xoslikni namoyon qilish uchun o'zlariga xos bo'lgan milliy an'anani borliqqa keltirib, uni har qaysi davrlarning alohidaligi bilan texmi beyitib va takomillashtirib, hozirgi davrga elib kirgan. Uningga xalqimizning go'zal istaklari, orzu-armonlari, g'oyaviy tilaklari va milliy ruhi mujassamlanib, Uyg'ur millatining ma'naviyatini va madaniyat jihatdagi alohidaliklarini aks ettirib beradigan jonliq siymoga aylangan. Masalan, Uyg'urlarning do'ppisida bir butun olamning simosi, osmon, yer, zamin, tog' va dal-daraxt, gul-giyohlarning qiyofatini ko'ramiz. Uyg'ur atlaslari zaminning go'zal manzarasini, yomg'irdan keyingi hasa yusanni ifodalab berganligini ko'ramiz. Uyg'ur qizlarining tal-tal sochlaridan majnuntallarning larzon erkilishini tomosha qilamiz. Qirqtal o'rilgan sochlardan Uyg'ur xotin qizlarining go'zallikka, kamolatga yetish orzu-armonlarining go'zal zo'qlarini ko'ramiz. To'ydagi qizlarning yuziga yopilgan chumpardidan kishilik turmush haya pardasi ustiga qurilsa, texmi jalb qilish kuchi bo'lganlikdan iborat axloqiy intilishlarning simvollik ifodasini ko'ramiz. Shundoq balam, xalqimizning har bir milliy odatlari millatning ruhi bilan yo'g'rilib ketgan. Agar bunda milliy an'ana bo'lmagan bo'lsa, bizmi Uyg'ur nomida atalmagan millat sifatida ham mavjud bo'lmagan bo'lardik. Shunga an'anani suyish, amaliyotda millatni suyish, o'zini qadrlash bo'lib hisoblandi. An'anani unutish, an'anani yodlashish osiylikdan darak beradi. Hozir boshqa millatlar madaniyat jihatda bizdan xililla oldiga ketdi. Biz madaniyat jihatda, bo'libmi ma'naviy madaniylik jihatda to'liq kaynat qildik. Shuning uchun ba'zi kishilar chet elning turmush odatlarini qarg'ulachi qabul qilib, uningga cho'qinyotidi. To'g'ri, qabul qilishimiz kerak. Biroq bizning ilg'or an'anamizga yod bo'lgan tushkun, zaif odatlarni emas, balki milliy an'anamizni zamonga loyiqlashtirib taraqqiy qildirishga foydali bo'lgan taraflarni, bo'libmi ilm-fan jihatdagi, ong jihatdagi afzalliklarni qabul qilib, uni milliy qon go'shimizga aylantirishimiz lozim. Balam, sen millatning farzand ekansan, milliy an'anani qo'g'dishing, uning taraqqiyoti uchun bir kishilik his qo'shishga tirishing kerak. Milliy an'anani suyishmu sanga batarlikdan iborat yaxshi xislatni baxsh etadi. Shundala ajdodlarga va an'anaga yuz kelalaysan. Balam, yana shu tarafmi borki, taraqqiyotga, ilm-fanga, zamonaviylashishga to'sqinlik qiladigan, uning kuchanda bo'lgan bir qism qaloq an'analardan ikkilanmay voz kechgin. Unda an'ana har qachon senga ziyon keltirishi mumkin. Balam, biz go'zal, qimmatli an'analarimizdan
hargiz voz kechmaymiz. Balki uni o'zimiz uchun namoyon qilamiz. Bizning go'zal va qimmatli narsalarimiz keyingi taraqqiyotimiz uchun ul bo'lib berdi. Xalqimizning turmushiga o'zlashgan an'anadan voz kechish o'zimizni yiroqlashishga olib bordi. Chunki u narsalar o'zimizning bir tarkibiy qismi, hatto eng muhim tarkibiy qismi emasmi? Qimmatli narsalar hargiz ko'nirmaydi. Shunga an'ana ko'ni bo'lganlik uchun uningdan voz kechgulik emas. Agar unda deb qaralsa, vatanimizmi biz uchun ko'na, uningdan voz kechish kerakmi? Ajdodlarimizni ko'ni deb unutib ketishga to'g'ri kelamdi. Xalq qimmatli moddiy va ma'naviy boyliqlarga saqlangan xazina. Ular esil, eng qimmatli narsalarni tanlab olib, qalb saroyida saqlaydi va keyingi avlodlarga miros qilib qoldirdi. Ajdodlar qoldirgan qimmatli miroslardan yodlashish yaxshi emas. Ikkinchi, millatni suyish tarbiyasi. Manfaatlar birligi bo'lmagan joyda harakat birligi bu yoqda tursin, maqsad birligining bo'lishi mumkin emas. Ingliz. Oldingi babda farzand tarbiyasidagi elga vafodor bo'lish xususida qanday tarbiyalash to'g'risida to'xtalgan edik. Millatni suyish tarbiyasini atrofliq olib berishmi, vafodorlik tarbiyasining muhim tarkibiy qismi. Vatan cho'ng uqum. U vatanning butun tuprog'i, havosi, tog' daryolari, mol-vorallari va mushu tuproqda yashab, mushu vatanning havosini nafaslanayotgan vatanning barliq a'zolari xalq vatan uqumining doirasiga kiradi. Millat uqumi vatanning bir a'zosi sifatida qabul qilinadi. Unda bo'lsa, millatni suyish tarbiyasining mazmuni nima? Farzandlarga beriladigan millatni suyish tarbiyasi bunda mazmunlarni o'z ichiga oldi. Millatning taraqqiyotiga, gullanishiga va istiqboliga ko'ngil bildigan, millatning taqdiri bilan o'zining taqdirini bir deb qaraydigan, millatning madaniyatlik, yuqori safoliq taraqqiy qilgan millatlar qatoridan o'rin olish uchun kurash qildigan, millatning ar-nomusini o'zining ar-nomusi, millatning shon-sharafini o'zining shon-sharafi deb bildigan, millatning an'anasiga hurmat qildigan, millatning o'tmishidan xabardor, hozirgi ahvoli bilan tunish, kelgusiga umid va ishonch bilan qaraydigan suyumli vafodor farzandlarning jamiyatga chiqishini talab qildi. Ota-onalar ta'lim tarbiyaning yuqori talablarini o'rinlash uchun qanday majburiyatlarni o'rnash lozim? Birinchi, ota-onalardan madaniyat saposi jihatda millatni tushunadigan, millatning madaniyat an'analarini biladigan, millatning madaniyat tarixidan belgilik darajada xabardor bo'lgan iqtidorni yetildirishni talab qildi. U millatni to'liq tushunmagan ota-onaning hargizmi farzandlarga millatni suyish tarbiyasini elib berishga shart qo'shmaydi. Ikkinchi, farzandlar ota-onalarning harakati, tili va dilidan millatni suyadiganligi, millatga ko'ngil biladiganlikdan iborat vafodorlikning ifodalarini ko'rib cho'ng bo'lsin. Uchinchi, farzandlarni mumkin bo'lsa, Uyg'ur millatining shonliq ham qon yoshliq tarixini tushunish fursatiga ega qilish kerak. Farzandlar Uyg'ur xalqining shonliq madaniyat tarixida yaratgan ulug'vor madaniyat utuqlari, insoniyat madaniyat xazinasiga qo'shgan o'chmas tuhfalari to'g'risida belgilik tushunchaga ega bo'lsin. Uyg'urlarning orasidan chiqqan dunyoviy shuhratga ega bo'lgan mashhur arboblarni va ularning jafoliq ajr badaliga kelgan madaniyat utuqlaridan voqif bo'lsin. U sarkardalarning qimmatli tuhfasi Uyg'ur millatini dunyoga tunutishga qanchalik hassa qo'shadiganligini his qilsin. 4. Farzandlar o'zining millatning bir a'zosi bo'lish sifati bilan millatning taraqqiyoti va gullanish uchun bir kishilik hassa qo'shish majburiyatining borligi haqida o'ylaydigan va ishlashga, tuhfa qo'shishga jur'at qila oladigan bo'lsin. Nasihatdan namuna: Balam, sen o'zingning kimligini bilamsan? Uyg'ur millati haqida nimalarni bilasan? Millatingni qanchalik tushunasan? Qanchalik so'ysan? Biz Uyg'ur nomi bilan tanilib kelgan millatning 21-asr bosug'isidagi avlodlari. Uyg'ur xalqi qahramon, aqlli va madaniyatli millat. Uyg'urlar necha ming yillik uzoq tarixiy musofasida beshidan nurg'ulg'an ochiq saboqlarni o'tkazib, yashash uchun botirlarcha kurash qilib, o'zining milliy bir butunligini va milliy madaniyat an'anasini izchil davomlashtirib keldi. Uyg'ur degan bu shuhratli nomning siyosiy va madaniyat sahnasida tunilishga boshlag'ili 2000 yildan oshdi. Bu jarayonda ular O'rta Osiyodan iborat muqaddas munbat tuproqda aql farosatini joriy qildirib, ijodchilik ruhini urg'utib, taraqqiy parvarlik xislatini joriy qildirib keldi. Ular bu zaminning gullanishi va obodlik uchun o'chmas tuhfalarni qo'shdi. Shung Uyg'urlar aql farosatlik, madaniyatlik, qahramon, botir xalq deb sifatlanib kelgan. Uyg'urlardan O'g'iz Xaqandek bahodir sarkardalar, Sinqu Sali Tutunga o'xshash tangdasiz Budda olimlari va tarjimonlari, Mahmud Qashqariydak ulug' tilshunos olimlar, Yusuf Xas Hojibdek olim davlat arboblari, Alisher Navoiydek adabiyot va madaniyat podshohlari,
Aman Nisaxondek san'atkor va shoir xonishlar, Nuzugumdek vijdonli qahramon qizlar, yana shuning o'xshash manglagan to'pikor qiz-o'g'lonlar bu zamonga to'rilib, insoniy qadr-qimmatini namoyon qilib ketishgan. Uyg'ur millati buningdan necha ming yillar muqaddam nihoyatda yuqori madaniyat bosqichiga kirgan. Taxminan 4000 yil burun dafna qilingan kiro'rang guzili bilan birga ko'milgan oxiratlik buyumlar ichidagi qatlaq garmon ishton, naqshli xurum o'tuk, sipti to'qilgan gilamlar dunyo madaniyat tarixidagi mo'jiza deb qaraldi. Keyingi davrlar kelganda ajdodlarimiz kiyim-kechak, yemak-ichmak va urf-odat jihatda tang qoldirarliq yangiliklarni barliqqa keltirib, insonlarning kiyim-kechak, yemak-ichmak madaniyati uchun to'hfalarni qo'shgan edi. Masalan, qadimgi davrlarda kiyimlarga dazmal silib kiyish, oyoqqa petak silib kiyish, bag'irdoq taqash qatorliqlarga o'xshash madaniyatda dunyoda oldin qatorda turgan edi. Uyg'urlar yana milodiydan burunla yeziqdan iborat madaniyat mo'jizasini ixtiro qilib alohida qo'llanishga boshlagan. Uning ustiga qog'oz ishlash, mix matba qatorliq madaniyat peshonlarini qo'llanishdimi dunyoning oldin qatorda turgan edi. So'zlasak bunday misollar nihoyat ko'p. Biz millatimizdan tamoman faxrlanishga haqliqmiz. Biz uning avlodi bo'lganligimiz uchun tamoman iftixorlik his qilsak bo'ldi. Biroq balam, ajdodlarimizning tarixda yaratgan muvaffaqiyatlari faqat shularga mansub. U hargizmi bizning natijamiz emas. Hozirgi ilm va yuksak darajada taraqqiy qilgan, madaniyat taraqqiy qilgan zamonaviylashgan dunyoda Uyg'ur xalqi to'limi kaynib turmoqda. Feodallik qaloq, tushkun an'analar millatni nodonlik asoratiga band qilib kelmoqda. Biz o'zimizni o'rganish, tarbiyalanish fursatidan cheklab kelyapmiz. Bizda eshakdan qolsa qulqin kas degan gap bor. Atrofingga nazar sol. Izingda tamtirab qaymoqib yurma. Yiroqqa nazar sol. O'rningga qara, davringga qara. Bir davrda bir asr yashab turib, turmushing, tasavvuring, maqsading, g'oyangning qaysi sahroy kabirlarda qolganligini o'yla. Senmu davrdoshlaringning oldiga o'tishga, hech bo'lmaganda shular bilan bir safda turishga tirishqin. Balam, millatimiz orasida nurg'un ojizliklar bor. Biroq bu ularning gunohi emas. Balki ular yaxshi tarbiyalanish fursatiga erishalmagan. Shunga millatning ichki qatlamida fursatparastlik, tafriqchilik, manfaatparastlik, tamaxo'rlik qatorli xil nurg'un illatlar davomli saqlanib turibdi. Yana dahi ucham ishda yo'q ismim Marjon buvi degandek, boshqa millatlarni yaratmaydigan, o'zini cho'ng ko'radigan ahvollar bor. Balam, o'rtaq manfaatni nazarda tutqin. Herkes sen o yerlik, men bu yerlik degandek bir-biringlarni chetga qoqadigan ishlarni qilma. O'rtaq manfaatni birinchi o'ringa qo'y. Qaysi yurtliq bo'lsin, hammasi sening qarindoshlaring. Kambag'allari bo'lsin, boylari bo'lsin, olimlari bo'lsin, nodonlari bo'lsin, yaxshisi bo'lsin, yomon xo'yliqlari bo'lsin, hammasi yanala shu Uyg'urg'u. Sharaflik ishlarni qilgan odam millatga hurmat elib keldi. Eski vijdon xilop ishlarni qilgan odam millatga haqorat keltirdi. Shunga millatingga mas'ul bo'lishni bil balam. Yaxshilarni qo'lla, yomonlarga yordam berib, yaxshi yo'lga yetaklashga tirishqin. Uyg'urlarda farzand tarbiyasi nomli kitobning 14-bobining to'liq mazmuni o'qib tugatildi. Davomli huzuringlarda bo'ldi.